Zo'r gap aytaymi? Palatensiya sushitildi mana shunaqa to'pli pol trubalaridan qilishi plyuslari, undan tashqari shartlar aytib o'tiraman. Birinchi shartlardan bittasi albatta havo chiqaradigan vazifasizbrasnikka hisobini olib qo'yishingiz kerak. Undan tashqari trubani diametri iloji boricha 10-12 dan qilishingiz kerak. Eng asosiy 3-sharti buni gradusi o'sha radiatorning konturiga yoki issiq konturiga ulangan bo'lishi kerak emas. Ya'ni 50, 60, 70 gradusdan baland bo'lsa, bu o'sha issiganlik hisobiga расширение bo'lib turib, kafillarni urib yuborishi mumkin. Shu sababli to'pli konturga, ya'ni to'pli polli konturiga 30-35 gradusgacha ulab qo'yilgan bo'lishi kerak. Endi plyuslari to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, buni xohlagan razmerda, ya'ni mana shunaqa ingichka razmerda yoki qalin mana bunaqa razmerda ham qilsanglar bo'ladi. Buni yana bitta katta plyusi, xohlagan joylarga montaj qilasizlar. Ya'ni misol xohlasanglar bu tomonga, xohlasanglar tepaga, xohlasanglar o'ngga, chapga va palatensiya sushitilli kabi chiqib turmaydi. Devorda shu ustidan shunday kafil bo'lganda qizib issiqqina shu ustiga tepasiga bemalol sochiqlaninglar quritsa bo'ladi. Yana bitta eng katta shartlardan bittasi, buni montaj qilgan ustani o'zi aniq joyini belgilab, boshqa usta kelib turib, buni ustiga o'sha kurchoklar yo devorlarga bir narsalarni tiqib ulab qo'yishi kerak emas. Ya'ni tez qo'ymasligi sababidan ehtiyot bo'lishi kerak. Elektricheskiy palatensiya sushitildan plyus tomonlari ancha iqtisodli bo'ladi rasxodda, ya'ni elektr energiya bo'lmaydi bunda. Shunchaki to'pli poldagi issiq suvdan foydalangan uchun energiyani rosa iqtisod qiladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, har doimgidek kommentariyaga foydali deb turib, uyqurayotgan do'stlarga tir-tir o'chirib qo'yinglar. Sog' bo'ling, salom.